Tak 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 tak. Mirsardor 2022-yil Azamat bilan urushib ketadi. Mirsardor itti lamanni berganda Azamat xo'rlab qochib quvlagan bu itti. Mirsardor o'zini aqli yetmagandan keyin Aziz Aminov degan bolani Azamatning oldiga yetalab olib boradi. Aziz Azamat bilan gaplashib turgan payt pichoq tiqib oladi Azamatga. Azamat qochib qolgan payt Mirsardor Gnida bilan Aziz Azamatning mashinasini olib qochib ketadi. Keyin Azamat Azizni chaqirib pichoq tiqish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yadi. O'sha joyda Aziz olamdan o'tadi. Azamat srok oladi. Takji Azamat srokda bu dunyodan ketadi. Bu bitta qismi oke Mirsardor qilgan ishlari tipochka, hammasi bir-biriga связанный, hamma bir-biriga teskari qilib yuradigan bu. Mana ko'rib olinglar. Hali vaqt soati keladi, bu dunyodan ketmasdan turib Mirsardor qilgan ishlariga bitta javob beradi. Gaplashib qolsangiz ayting. 2022-yil yeb Antaliyaga qochib ketdingmi? Xudoga qayta olmaysan. Bessagon. Shunaqa sposobniy bo'lsang, oke nima deb atmazzi qilarkin?